Hurmatli o'rtoqlar, Prezidentimiz tomonidan 3 tajribasi asosida o'z mijozlari bilan uchrashib, ulardagi mavjud muammolarga hal qilish orqali bo'lgan topshiriq yuzasidan sizlarni uchrashib turibmiz. Hozirgi kunda sizlar bilan bo'lgan taklif va muammolarni gaplashib qolamiz. Sizlardan undan oldin kredit mahsulotlarini aytib o'taman. Nimadan hokimiyatlar tavsiyasi orqali beriladigan kredit bu oila tadbirkor dasturlari asosidagi kredit 13%dan. Bizlarda Qo'shchi rayon og'ir tumanlar qatoriga tushgani uchun 13%dan berilib turibdi. Boshqa rayonlarda 17,5-18%dan. Keyin biznesga birinchi qadam krediti 30 milliongacha 27%dan beriladi. Keyin moliya ommaviy naqd puldagi kredit xotin-qizlarga 23%dan, erkaklarga 24%dan beriladi. Naqd pulda beriladi. Avval lekin imtiyozga to'layotgan bo'lsa kerak bu kredit olish uchun. Keyin moliyaviy ko'mak deymiz bu. Moliyaviy ko'mak 100 milliongacha garov bilan beriladi kreditimiz bu. Bu ham shu naqd puldagi kredit bilan birga, lekin naqd emas, plastik beriladi. Keyin kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash krediti bor. 312 son qarori bilan 100 milliongacha fond kafilligi bilan beriladi. Garov so'ralmaydi. Undan 100 milliondan ko'proq olmoqchi bo'lsangiz garov so'raladi. Shukriklarimiz bor. Boshqa muammo takliflaringiz bo'lsa? Yo'q.